GM yoki Cherry videoni oxirigacha ko'ringlar, tanlov sizlardan. Adhamjon, yaxshimisiz? Sog'lom aka, yaxshimisiz? Jigar, endi qachongacha ham GMda yuramiz? Qanaqa mashina tavsiya qilasiz? Ana orqamda Cherry turibdi-yu. Nima afzalliklari bor? Juda ko'p. Bu yangi turbina dvigatel bilan jihozlangan. Mendagi tulporda ham 1.2 turbina. Menda 1.5 turbina. Razgoni nechi? 907. No, 0.1 sekund pastroq 908. Ot kuchi 132 ta. Menda 147 ta. Maqtadingiz bir Cherryni ko'rish kerak ekanda. Keling ko'rsataman. Jigar, buni afzalliklarini aytadigan bo'lsam, juda ko'p vaqt ketadi. Ruchka qog'oz olingda yozib olasiz, esdan chiqib qolmasin. Maqtamasdan tez boshlaydigan qanday nimasi bor ekan? Endi aytib o'tadigan bo'lsam, bu 360 kamerasi. Derskiy ko'rinishga necha baho? И LED farali. No, bizning mashinada ham 360 yo'q. Galagen bo'lgan buni oldi parktroniklari bor. Bizda eng past pozitsiyasida ham parktroniklari mavjud. Ichiga o'tadigan bo'lsam, voh devorasiz. Maqtadingiz, ichini ham bir ko'rsatingchi. Tashqi ko'rinishni ko'rdingiz. Ichki ko'rinishga o'tamiz. Mana bu rulni qarang, multirul, isitish tizimi bilan. Mana bu ekranlarni qarang, 13 dyum. Oldi ekran oq-qora emas. Bunda цветной. Hamda mana bu yerda беспроводной zaryadka bor. Telefoningizni qo'yib qo'yasiz, yo'lda zaryadka olib ketadi. Kichkinagina mana bu yerda потайной joyi bor. Bari. Полный зимний paket. Лобовой oynasi isitish tizimiga ega. Lekin-chi Shohjahon aka, mashinangiz bilan o'ylantirib qo'ydingiz. Mashinamni nima qilsam ekan? U muammomi jigar? Cherry chilonzorga borasiz. Mashinangizni baholatasiz. Agar narxi to'g'ri kelsa, baraka qilib o'sha joyda qoldirasiz. Ustiga ozgina qo'shib, mana bu toychodan bosib yuborasiz. Hozir borsak kech bo'lmadimi? Soat 9 gacha ham ishlashadi. Vaqt ketkazib nima qilamiz? Ketdik unda. Ketdik.